Толстовка, sifat, kombinezon narsalar O'zbekistonda juda moda. Asosan bozorchilarimiz juda yaxshi ko'radi buni. O'zim o'rtoqlarim ham ko'p so'raydi, mana shunaqa narsa jo'nat, mana shunaqa narsa jo'nat deb. Ko'ryapsizlar, sifati zo'r. Menga yoqdi, juda zo'r ekan sifati. Narxi 62 yuan. Undan tashqari mana bunaqa narsasi bor ekan. Mana bunisi ham juda yoqdi menga. Ichi issiqqina hozir именно mana bu havo bir isib ketadi, bir sovib ketadi. Shunga moslashgan kiyim 70 yuan ekan. Keyin mana qizlarga ham bor. Har xil rangdisi. Bunisi 50 yuan, 55 yuan ekan. Tepada mana ko'ryapsizlar, har xil kombinezon shimlari bor. Bundan tashqari ishtonchalari ham bor ekan, hudilari bor ekan. Sifati lekin zo'r. Men bitta ushlab ko'rishda bilsanglar bo'ladi. Bir xil odamlar bor, bundoq keladi. Bo'lmabdi deydigan. O'sha odamlarga taalluqli. Keyin javodi mana bunaqa narsalar bor ekan. 65 yuan. Narxlari yaxshi. Toshkentda iltimos yozaveringlar, chunki Toshkent narxini biz hozir bilmayapmiz necha pulligini. Bu yerda o'rtacha narxi 125 ming so'mga chiqyapti. Qimmat yoki arzon yozib qoldiringlar.